Yaqinda bergan intervyularidan birida Afra Sarachoğlu kundalik hayoti va faoliyati haqida ayrim fikrlarni bildirdi. Aktrisaning qayd etishicha, u kunni nonushta qilishdan boshlab suratga olish maydonchasida davom ettiradi. Barchasi odatiy tartibda amalga oshadi. Afra o'tgan yilni ish bilan band holda o'tkazganini ta'kidlar ekan, kelgusi yil arafasida dam olish istagini bildirdi. Yangi loyihalar haqida so'zlarkan, Afra qiziq loyiha va ssenariyga albatta rozilik bildirishini aytdi. Faqat buning uchun munosib takliflar tushishi kerak albatta. Sarachoğluning aytishicha, u hozir o'ynayotgan rollariga teskari rollarni ijro etishga, tajriba qilib ko'rishga tayyor. Afra uchun ishonchlilik, qulay ishchi muhit va yonida yaxshi odamlarning bo'lishi juda muhim. Lekin u uzoq muddatli rejalar tuzmasligini, chunki ko'ngilochar sanoatda avvaldan kelajakda nima bo'lishini aytib bo'lmasligini ta'kidladi.